jadidchilik harakatini hududiy jihatdan 3 guruhga bo'lgan holda o'rganamiz. Bular birinchisi Turkiston jadidchiligi, Buxoro jadidchiligi va Xorazm. Xivada qisqasi. Xorazm jadidchiligi har bitta hududni o'ziga yarasha yetakchilari bor jadidchilik harakati bo'yicha. Bularning hammasining maqsadi birinchi navbatda ma'rifatparvarlik tushunchasi bo'lgan. Nima uchun ular ma'rifatparvarlikni birinchi o'ringa qo'yayapti? Sababi juda ham oddiy. Rossiya imperiyasining zulmidan ozod bo'lish uchun qurol kuchi bilan kurashib maqsadga erishib bo'lmaydi. Rossiyani bizdagi davlatlar harbiy yo'l bilan yenga olmaydi. Shuning uchun ular maqsad qilyaptiki, oldin xalqni uyg'otish kerak. Uyg'otish uchun bilimli qilish kerak. Dunyo siyosatdan xabardor bo'lsin. Ana undan keyin o'z haqini talab qila olsin degan maqsadda ular o'z faoliyatini mana shu ma'rifatparvarlikdan, ya'ni xalqni bilimli qilishdan boshladi. Bizda jadidchilik otasi sifatida Qrim tatari Ismoil G'asparalibiy degan shaxs aytiladi. To'g'ri, u butun Turkiy dunyoda, Turkiy olamda jadidchilik harakatining otasi. Lekin Turkistonda jadidchilik harakatini boshqarib kelgan, boshqargan, jadidchilik harakatini har tomonlama qo'llab-quvvatlab, uni barcha ijtimoiy stratalar orasida tarqalishiga sababchi bo'lgan odam Mahmudxo'ja Behbudiy bo'ladi. Shuning uchun biz haqli ravishda Turkiston jadidlarining otasi sifatida Mahmudxo'ja Behbudiyni aytishimiz mumkin. Endi men hozir sizga bir savol berdim, bundan sal chalkashib ketdik. Jadidchilik 3 ta hududda bo'layotgan bo'lsa-da, lekin Buxoro mintaqasida jadidchilik harakatining paydo bo'lishi, tarqalishi juda ham qiyinchilik bilan yuz berdi. Nima uchun shunday deb o'ylaymiz? Fikringiz bormi? Barcha dinga kirib asosan din bilan shug'ullanganligi uchun ilm fanni nima qildi deb fikrlayman. Haqiqatan to'g'ri. Din Buxoro islom dinining markazi edi. O'sha 9-asrda qo'lga kiritgan maqomi Qubbatul Islom tushunchasi biz o'rganayotgan 19-asrda ham bu yerda yetakchilik qilar edi. Jamiyatni boshqarish, hattoki oilani boshqarish bu din va shariat asosida edi. Lekin dinni, shariatni boylik orttirish vositasiga aylantirib olgan mutaassib, konservativ ruhdagi mullalar guruhi bunday yangiliklarni kirib kelishdan mutlaqo norozi edi. Chunki asosiy mavzu bo'lgan ta'lim sohasi din bilan bog'liq edi. Maktablarni boshqarish, maktablarda ta'lim berish, maktablarga ajratilgan vaqf mulklarni tasarruf etish hammasi din ulamolarining qo'lida edi. Jadidchilik kiritgan g'oyalar esa mullalarni bunday boshqaruv huquqlaridan mahrum qilayotgan edi. Shuning uchun ham eng katta qarshilik islom dinining markazi sifatida turib olgan konservativ ruhdagi mullalar yetakchilik qilayotgan Buxoroda juda qiyinchilik bilan yuzaga keldi. Tushundingizmi? Turkistonda turli ijtimoiy qatlamlar, masalan, dehqon, hunarmand, savdogar, ziyoli, hattoki sanoatchi, ya'ni bugungi kun til bilan aytganda kapitalist odamlar ham, ya'ni milliy burjuaziya vakillari ham Turkistonda jadidchilikni qo'llab-quvvatladi. Xorazmda ham xuddi shunday jarayonlar yuz berdi. Lekin Buxoroda faqatgina quyi qatlam dehqonlar, hunarmandlar dastlab mana shu harakatni qo'llab-quvvatladi. Buxorodagi jadidchilik harakatini yuzaga kelish jarayoni to'g'risida Fayzullo Xo'jayev shunday bir fikrni aytib o'tgan. Buxorodagi jadidchilik harakatining yuzaga kelishining sababi dehqonlar va hunarmandlar yuqori qatlamga to'layotgan soliqni miqdorini kamaytirish yuzasidan yuzaga keldi va yashirin tashkilotlar tuzish orqali ular jipslashdi hamda ma'rifatparvarlik harakatiga aylandi va kelajakda ular yosh buxoroliklar nomli partiyani tuzib siyosiy harakat darajasiga aylandi degan jumlalarni aytib o'tgan. Jadidchilik bugungi kunda ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzatyapsiz, ommaviy axborot vositalarida ko'ryapsiz. Juda ham bir muhim dolzarb masalaga aylangan. Nima uchun
jadidlar bundan 100 yil oldin aytib o'tgan fikrlar bugungi kun uchun ham dolzarb. Oddiy bitta misol. Buxoroda yosh buxoroliklar jamiyati tomonidan bitta fikr ilgari surilgan. Ko'p fikrlar ilgari surilgan. Men bugungi juda mos tushayotganini aytyapman. To'ylarda isrofgarchilikni tugatish to'g'risida. Men o'tgan darsda sizga Sovet davri tarixshunosligi davrida salbiy tushuncha uyg'otib qo'yilgan Amir Olimxon haqida gapirib o'tdim. Amir Olimxonni to'ylarda isrofgarchilikni tugatish to'g'risidagi fikri bor. Bittagina osh damlansin tamom. Boshqa ovqat qilinmasin. Kimki agar shuni buzadigan bo'lsa, jazolanadi. Agar shu ishni qilgan mansabdor shaxs bo'lsa, 2 barobar jazolanadi. Ko'ryapsizmi? Bu hammasi o'z-o'zidan yuz berayotgan jarayon emas. Bu xalqning talabi asosida kelib chiqayotgan holat. Bugungi kunda xuddi shunday isrofgarchilik nima o'sha jarayonlarni oldini olish uchun hukumatimiz tomonidan amalga oshirilayotgan tadbirlardan xabarimiz bor. Misol uchun o'sha to'ylarda isrofgarchilikni kamaytirish uchun nima ishlar qilingan? 100 kishidan ortiq. Necha kishidan? 100 kishi. Yanachi O'shalarda mashinalar nimasini kamaytiradi. tirbandlikni oldini olish uchun yana Fotiha to'y, boyagi o'g'il to'ylarni yo'q qilish, qisqartirish, oila davrasida nishonlash kabi tushunchalar kelib chiqyapti. Haqiqatdan o'ylab qarasangiz 500 kishi, 1000 kishiga to'y qilamiz, lekin kimdir rahmat deb ketganini eshitganmizmi? Bu juda qiyin masala. Shuning uchun o'sha ortib qolgan mablag'ni yosh oilani qo'liga bersa, u sarmoya sifatida ishlatib, o'zini hayotini qurib ketishi mumkinmi? Bu o'sha jadidlar ilgari surib bergan eng dolzarb masala. Tushunarli?